Bugun sizlar bilan ko'zi jigarrang bo'lgan qizlarga zo'r turadigan makiyaj qilamiz. Kech bo'lganiga SPF mask krem, gigienichka, tonalniy krem, pudra, suxoy rumyana. Qoshimni bo'yamayman, lekin tarab olaman. Paletkamdagi eng to'q jigarrang tiyinni surib olib, ketidan barmog'im bilan rastushevать qilib olaman, chiroyli yotishi uchun. Strelkani ham to'q jigarrang qalamda chizib olaman. Anchadan beri podvodka ishlatmay ketganman. Aynan shu qalamda strelka chizish menga juda ham yoqadi. Shu qalamim tugasa depressiya tushib qolsam kerak, chunki hech qayerda topa olmayapman. Keyin kabaret tushda yaxshilab kiprigimni tepasini ham pastini ham bo'yab olaman. Keyin ko'zimni ikkita chetiga oq yog'li qalam surib olaman. Doim shu qalamni so'raysalar, qizlar lubo yog'liroq qalam bo'ladi. Kipriklarim yana ham qalin ko'rinishi uchun orasiga mana shunaqa qora qalam surib olaman. Strelkam yoyilib ketmasligi uchun chetiga shunaqa teng surib olaman. Ko'zimni maksimalni yarki bo'yaganim uchun labimni juda ham ochiq qilib bo'yayman, chunki bu makiyajda urg'u ko'zda bo'lishi kerak. Labimga birinchi bo'lib svetli rangda kontur surdim, keyin mana shunaqa eng ochiq rang pomadamdan va blesk surib oldim. Конечно, a как же без блеска? И highlighter surib makiyajimni tugatdim. Juda ham chiroyli chiqdi. Ko'zi jigarrang o'rtog'inglarga bu videoni tashlab qo'yinglar va sizlarga yoqdimi yo'q makiyaj yozib qoldiringlar.